Qalasizlar, sog'omonmisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Hamma tinchmi? 3-mart 2025-yildamiz mana. Kanalni bo'ylariga piyozlarga chekib tashabdi. Teralar bog'larni oqlab, haydab. Mana qilib salafon qilib tashabdi. Ko'z bo'yamachilik qilib. Salafonni tagida hech narsa yo'q, shunchaki salafon qilib qo'yibdi. Gullarga atir gullar kichkandir. Bog'larga kelyapmiz endi. Teralarni o'zim oqlab chiqdim. Bu yerga atir gul ekildi. Bir qator sliva chiqib ketdi. Dadam salafon tortib qo'yibdi mana qilib. İşte 4 aralıkka salafon tortibdi. Ana bog'lar.